Assalomu alaykum Mototols kanali obunachilari. Hozirda yangiliklarni yana bombasini qilamiz. Sifati zo'r bo'lgan. Hozirga endi qish kelyapti. Hamma qo'y yungini ko'proq olishadi. Shuning uchun sifati zo'r bo'lgan, ya'ni qo'y mashinalarini yaxshilarini olib kelib qo'ydik. Video obzorini ko'rsamiz. Qani boshladik. Birinchi firmamizdan boshlaymiz. Qani Uragan brendiga tegishli sifati zo'r bo'lgan qo'y mashinamiz. Narxi arzonroq chiqadi, sifati yaxshi. Eng qulayligi narxi arzon chiqadigan varianti bo'ladi. 6 skorostlik bo'ladi. Bular xuddi shu shotkasini almashtiradigan joylari ham udobli joyga qo'yilgan. Uragan brend. Uragan brendni hamma biladi. Buni obzorlarini ko'rsamiz, ya'ni 2400 оборотlik bo'ladi, 980 wattlik bo'ladi. Ichida moy idishi bor. Moyini o'zi bo'lmaydi, moy idishi bor va zapas shotkalari bor, kulishlar bor, hammasi chiqadi. Bunda zapas chiqmaydi, narxi arzonligini hisobida. Bu narxiga keladigan bo'lsak, narxi tushgan. Oldingi videolarda buni 650 ming, 750 ming sotilgan. Hozirgi kunga kelib buni narxida 600 ming so'm qilib beryapmiz. Juda ham narxi arzon. Xohlaganlar uchun mana Bioti brendiga tegishlisi bor. Bioti brendiga tegishlisi juda ham yaxshi. Bu ham ko'rib turishingiz mumkin. 850 wattlik оборотлari, shotka almashtirishlari ham juda ham qulay ishlangan. Moy idishlari ham bor, qapqoqlari ham. Bu narxiga keladigan bo'lsak, bu narxini 850 ming so'm sotilgandi. Sifati juda ham zo'r. Mana ushlashga udobli, olishga ham qulay. Buni narxini 750 ming so'm qilib beramiz. Bioti brendiga tegishli. Ancha sifati zo'r chiqqan, ham moshin chiqqan. Endi yaxshilariga o'tinglar deganlar uchun zo'rlardan biri, ya'ni zapas pichoqlari chiqadigan, olishlarga ham udobli, обороты 3000 оборотlik, vati 1200 wattdan iborat. Mana 1200 emas ekan, buni vati 1450 watt ekan. Juda ham ustki ushlashga, masalan, qo'yni olishga mana udobli ishlangan. Masalan, qo'y tekis emasda ushlashga ko'rishingiz mumkin. Ushlashi udobli ishlangan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 850 ming so'm qilib beramiz. Original, ya'ni almazli zapas tishlari ham yana bitta komplektda qo'shib beriladi. Shotka ko'mirlari bor. Bu yerda moy idishlari ham hammasi komplektda bo'ladi. Tur brendiga tegishli, juda ham original narsa, qulay chiqqan mana. Naklitkalari ham, kuchlari ham moshin chiqqan. Shuning uchun обороты balandini hisobiga sifati zo'r chiqqan. Narxlari ham juda ham qulay narxlarda. Endi Makita brendiga tegishlisi bor. Keyin bu yoqda Makita brendiga tegishlisi, bu ham yaxshisi. 1450 wattlik bu ham. Ushlashlarga bu ham xuddi shu Turb firmasiga o'xshagan, qulay, akkuratli ishlangan 3000 оборотlik original zapas tishlari qo'shib beriladi va komplektda ключ zapas ko'mirlarigacha, shotkalarigacha hammasi bor. Mana yerdan ko'mirlarni almashtiradigan variant bo'ladi. Skorslari pastda joylashgan, o'chirib yoqadigani tepada bo'ladi. Kabellari ham kaltagina emas, hamdaqa o'ta arzonchilarga o'xshab kaltagina emas, uzun kabellari qo'shib beriladi. Buni ham narxiga keladigan bo'lsak, narxi 850 ming so'm chiqadi. Endi hamma shu o'sha kutgan apparatni ko'rsamiz. Ko'pchilik akalarimiz so'raydi, 5 shotishni menga moshinasi bering, 2000 ta, 1000 ta qo'yim bor deganlarga akalar maza qiladigan ushlashni ko'ryapsizlarmi? Qanchalik qulay, udobli, ustgina apparatimiz. Ya'ni bu blok pitaniyada ishlaydi. Mana bu blok pitaniyamiz, ya'ni bu o'sha 220-400 lik stabilniy 36 volt qilib beradigan apparat bo'ladi. Bu ya'ni umuman qo'y mashinkani qizishiga yo'l qo'ymaydigan apparat bo'ladi. Ya'ni 5 shotishni deyiladi. Bularda hech qanaqasiga shotka alishtirish bo'lmaydi. 5 shotishni. Ishlatasiz, bemalol olasiz, yana o'chirib qo'yasiz. Buni komplektda nimasi chiqadi? Original o'zini almazli zapas pichoqlari chiqadi va smaskalari ham chiqadi. Ya'ni mana bu yerdan smaska qilib turadigan maslini moylari ham bor. O'zini ichida moyi ham bo'ladi. Mana ichida moyi ham bo'ladi. Bu tishiga qo'yiladi. Ya'ni smaskalari, mana alohida smaskalari bo'ladi. Mana bu yerda smaska qilib qo'yish uchun. O'ziga yana komplektda ключ, atyorkalari, hatto smaskani qo'yadigan mandaqa shprizlari ham bo'ladi. Chunki mana bu yerdan qo'yadi, shpriz kerak bo'ladi, o'zida bo'ladi komplekt. Yo'q narsasini o'zi yo'q. Maza qilib ishlatadigan. Buni narxini o'zi 5,5-6 milliongacha akalar olishgan. Hozirgi kunga kelib buning narxini 2 million 800 ming so'm qilib beramiz. 5 shotishni original variantimiz bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa. Endi ko'pchilikka shu batareykalik, mandaqa otlari bo'lsa, akalarimiz qo'ylari bo'lsa, mandaqa boshlarini strichka qilib ishlataman desalar, mana akkuratni bir chiroyli vid berib ishlatib qo'yaman desalar, hozir ko'rsatib o'tamiz. Batareyka yangiligida kirish qiyin bo'lyapti. Mana ishlatish uchun mana akkuratni tushadi, ustki plotni tushadi batareykalarni. Juda ham qulay. Xuddiki soch oladigan mashinkaday, mana gullik variantda mana rasmda ham ko'rsatgan qo'ylarni mana akkuratni qilib salondan chiqardiydi-ku.
O'shanda salondan chiqaradigan qilib har xil turdagi strichka qilib qo'yadigan, buni batariyakaligi kelgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi juda ham arzon chiqadi. Komplektda ikkita batareyka va mashinkani o'zi bo'ladi. Ikkita batareyka. Endi birinchi yangiligida olib qo'yishi batareykani plotniy bo'ladi, bilsangiz. Ikkita batareyka, batareykalar indikatorlik bo'ladi. 750 ming so'm narxi, o'zi ikkita batareykani past narxida strichka qiladigan. Buni otlariga ham ishlatsa bo'ladi. Ayniqsa otlarning yungini olishga kichkina ustgina kerak bo'ladi. Oti bor akalarimizga ham juda ham qulay variant, narxi ham arzonroq, hech qanaqa to'k ham yetalab yurmaydi. Narxi 750 ming so'm. Skoroslari ham bor yonida, ko'rib tushunishingiz mumkin. Kimga shunaqangi sifati zo'r bo'lgan, ya'ni qo'y mashinka va boshqa instrumentlar kerak bo'lsa, bemalol Mototolsga bog'lansangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz manzillarimizni tushuntirib o'taman. Ya'ni manzilni so'raganlarga Toshkent shahrida, ya'ni Do'mrobod bozorida joylashgan, Olmazor metrosidan chiqqaningizda ro'parasida joylashgan Zenner savdo majmuasining Mototols do'konimiz. Ya'ni telefon raqamlarimiz 99 576 37 37 va 95 816 94 94 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqsangiz. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz ham bor.